Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, bugungi konfliktologiya darsimizda, konfliktlar sotsiologiyasi darsimizda jamiyatning turli sohalarida konfliktlarni o'ziga xosligi mavzusida suhbatlashishni boshlaymiz. Birinchi mavzumiz texnologiya mavzusi. Bu texnologiya juda sotsiologiyani judayam bir katta qismi hisoblanadi. Sababi juda ko'p olimlar shunaqa argument qo'yadiki, inson hayotini yoki inson jamiyatlarini o'zgarishi ko'p hollarda texnologiyaga bog'liq bo'lgan deydi. Va texnologiya atrofida bizni hayotimiz yoki jamiyatlarimiz o'zgargan. Demak, texnologiya atrofida jamiyatlarimizda o'zgarish sodir bo'lib boshlagan bo'lsa, demak bu degani jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, texnologik va boshqa konfliktlar ham aynan mana shu texnologiya atrofida barqarorlashgan. Birinchi boshlab bugun gaplashadigan mavzumiz texnologiya rivoji va ijtimoiy o'zgarish. Endi texnologiya rivoji va ijtimoiy o'zgarish deganda nimani tushunamiz? Mana birinchi darslarimizda biz aytib o'tgan edikki, o'sha inson jamiyatlari boshlangan paytdan boshlab texnologiyani o'zgartirish jamiyatdagi hamma narsani o'zgartirib boshladi. Mana misol uchun birinchi ish qurollarini yaratilishi demak, o'sha jamiyatda anchagina ishni takomillashtirishiga olib keldi. Tangani yaratilishi bu o'zaro almashinuv vositasi sifatiga aylandi. Birgina aravani g'ildiragini yaratilishi o'sha mahsulotlarni bitta bozordan ikkinchi bozorga olib borib sotish va haligi mol almashish haligi strukturalarini keltirib chiqardi. Shu bilan birga infrastrukturani rivojlantirdi, yo'llarni rivojlantirdi, ko'priklarni qurilishiga sabab bo'ldi. Odamlar bitta joydan ikkinchi joyga borib boshladi va buni natijasida haligi madaniyatlar o'rtasida, tillar o'rtasida, haligi dinlar o'rtasida o'zaro almashinuv boshlanib ketdi. Keyinchalik biz boshqa narsalarni yozishni, alfabet ishlab chiqardik. Undan keyin haligi texnologiya rivojlangani sari biz nashriyotlarni ishlab chiqarishni boshladik. Oldingi birinchi nashriyotlarni men o'zim nashriyotga borib ko'rganman Edmonton shahrida, Kanadani. Katta bir taxta haligida katta bir taxtada stolga o'xshagan narsada harflarni olib kelib terilgan. Mana misol uchun sarlavhasiga katta-katta harflar qo'yilgan bo'lsa, mayda harflar bilan har bitta yangilikni yoki xabarni bitta-bitta shunga terib chiqishgan. O'rtasidagi haligi ochiq so'zlarning o'rtasidagi ochiq qoladigan joyda ham qo'yiladigan o'sha temirlar bo'lgan. Natijada bir necha o'nlab odamlar bir varaqlik gazetani chop qilish uchun demak kunlab ishlagan. Va o'sha ish haligi terib bo'lingandan keyin bir necha yuzlab, minglab haligi gazeta ishlab chiqarishni boshlangan. Undan keyin biz haligi raqamli texnologiyaga o'tib ketdik. Raqamli texnologiyaga o'tganda butun hayotimizda o'zgarish boshlandi. Demak, qanaqa texnologik o'zgarishlar bo'lsa jamiyatimizda, jamiyat o'sha texnologiya atrofida o'zgarishni boshlaydi. Mana yerlarni haydash ishlari boshlangandan keyin kultura rivojlanib ketgan. Keyinchalik mana sanoatlashuv texnologiya atrofida demak rivojlangan edi. Demak, tarixan texnologik taraqqiyot har doim ijtimoiy tizimlarda yangilik va eskilik o'rtasidagi keskin ziddiyatlarni keltirib chiqargan deymiz. Bu o'sha mana bu rasmda ko'rinib turibdi, mana chekkada ko'rinib turibdi, haligi harf alfabetlarni terib turib gazetani ishlab chiqarish. Keyin mana haligi bug'dan foydalanib ishlaydigan yoki ko'mir yoqib ishlaydigan paravozlar ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Keyin elektr energiyasini ishlab chiqarilishi jamiyatda juda katta bir voqelik bo'lgan. Mana bugungi kunda biz informatsiya asrida yashayapmiz deymiz. Demak, har bitta davrni, har bitta o'zgarishni, texnologik o'zgarishni jamiyatga juda katta ta'siri bo'lgan. Har qanday texnologik o'zgarish faqat imkoniyatlar emas, balki konfliktlarni ham yaratadi deyapmiz. Avvalambor shu joyda bizni
sotsiolog olimlarimiz yoki asosiy nazariyalarimiz bunga qanaqa savol, qanaqa qaraydi degan bir savolni berib ko'rishimiz mumkin. Hozir sizlarda gapirish imkoniyati kamroq, lekin men sizlardan so'ragan yoki haligi boylikni qanchalik boylik borligi bo'lsa shuni kattalashtirib yuboriladi yoki bo'lmasam sinflar o'rtasidagi tengsizlikni kuchaytirib yuboradi degan bo'lar edi. Ya'ni texnologiyani egalari texnologiyadan ko'proq foydalanadi va natijada demak mol mulkka ega bo'lish imkoniyatlarini texnologiya ochib beradi. Aynan sanoatlashuv davrida xuddi shu voqea bo'ldi. Oldingi yer egalari kelib haligi texnologiyaga boy bo'lgan demak ishlab chiqaruvchi zavod fabrikalarni ochib boshladi. Va texnologiyani sharofati bilan juda kuchli yoki ko'p miqdordagi mahsulotlarni yetishtirib chiqarish imkoniyati bo'ldi. Mana shu ko'p mahsulotni ishlab chiqarish natijasida surplus boshlandi. Ya'ni jamiyatda keragidan ortiq bo'lgan mahsulotlar mavjud. Va keyingisi koloniyalashuv davriga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, buni ham oqibati aslida sabablaridan biri texnologiya edi. Ya'ni o'sha paytda qurol aslaha ishlab chiqardik. Dunyoni ba'zi bir joylarida mavjud bo'lmagan qurol aslaha Yevropa davlatlarida mavjud edi. Aynan xom ashyoga bo'lgan talab yoki bo'lmasam ishchi kuchiga bo'lgan talab va bozorlarga bo'lgan talab ularni boshqa davlatlarni borib bosib olishiga imkoniyat yaratib berdi deb oldingi darsimizda aytib o'tgan edik. Demak, texnologiyani o'zgarishi jamiyatda konfliktlarni chiqaradi. Marksga qaraganda bu tengsizlikni keltirib chiqaradi. Agar biz Max Weber'ni asarlariga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, aytadiki, texnologiya ko'paygani sari jamiyatda ratsionallashuv boshlanadi. Ratsionallashuv nima? Ratsionallashuv deganda hamma narsa effektivlikka va foydaga qaratilgan. Agar jamiyatda hamma narsa foydaga va effektivlikka qaratilgan bo'lsa, demak jamiyatdagi eng asosiy ne'mat bo'lgan insoniyatni qadri kamayib boshlaydi. Ya'ni bir hovuch o'sha mol egalari yoki pul egalari o'sha texnologiyadan kelib chiqib, texnologiya asosida jamiyatni ratsionallashtirib yuboradi. Mana misol uchun agar siz o'qigan yoki eshitgan bo'lsangiz, Max Weber ratsionallik to'g'risida gapiradi, aytadiki, biz ertalab soat 8 da turib ishga boradigan bo'lsak, soat 12 da bizga 1 soat demak ovqatlanishimizga vaqt beriladi deydi. Hech qachon bu o'sha biz ishlaydigan joydagi rahbarlar bizni o'ylagani yoki bizni och qolganimizni bilgani uchun emas. Bu bizda ishlash qobiliyatini agar och qolgan paytimizda mana 8 da boshlagan bo'lsak, 12 larda och qolganligimiz sababli ishlash qobiliyatini pasayib ketishi evaziga effektivlikni oshirish uchun bizga yarim soat yoki 1 soat ovqatlanishga vaqt ajratadi. Agar mana shu effektivlik tushib ketmaganida och qolaversangiz ham boylarni siz bilan ishi bo'lmagan bo'lardi. Demak, buni orqasida turgan ratsionallik faqat foydani ko'zlash yoki effektivlikni ko'zlash bilan bog'liq deb tushuntiradi. Yoki bo'lmasam, abet haligi nima deydi, hali tushlik qilganingizdan keyin yana 1,5 soat, 2 soatdan keyin sizga 15 minut tanaffus beriladi, chunki tushdan keyin mana ma'lum bir soat ishlagandan keyin miya faoliyati susayadi. Yoki bizni darslarimizda 3 soatlik leksiyalarimda 2 marta haligi tanaffus berishim kerak. Nima uchun? O'quvchilarimni miyasini qabul qilish qobiliyati pasayadi. Ular 45 minutdan ko'proq vaqtda haligi ma'lumotlarni qabul qilish imkoniyatiga ega emas. Buni qayoqdan bilamiz? Mana bizda Taylorizm degan narsa bor.
Bu degani insoniyatni qobiliyatini, insoniyatni tanasini, fiziologiyasini, psixologiyasini o'rganib turib, qanaqa qilib o'rgatish kerak, qanaqa qilib ishlash kerak degan savollarga demak javob beradi. Shulardan kelib chiqib bu inson haligisi inson kapitali bir texnologiyaga moslashtirilgan e, bir haligiga aylanib qoladi hozir. Texnologiyaga moslashtirilgan e, bir mashinaga aylanib qoladi degan bir qarash bor. Demak, imtiyozli va imtiyozsiz guruhlar o'rtasidagi tafovutlarni kuchayishiga ham texnologiya sabab bo'lar ekan. Imtiyozli guruhlar deganda kimni tushunamiz? Biz agar mana shu qudrat aylanasiga qaraydigan bo'lsak, qudrat aylanasi aylanani ichida kichkina bir aylana bor. Mana shu aylanada o'sha jamiyatdagi eng qudratli insonlar turadi. Bular o'sha siyosiy elita bo'lishi mumkin, ekonomik elita bo'lishi mumkin yoki harbiy elita bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan eng o'rtada eng qudratli odamlar turadi. Gapi boshqalarga o'tadigan, jamiyatga so'zini o'tkazib biladigan, jamiyatdagi normalarni belgilab beradigan insonni mana shu qudrat aylanasini o'rtasida bo'ladi. Mana shu aylanadan uzoqlashgan sari insonlar kambag'alroq yoki siyosiy jihatdan so'zi o'tmaydiganroq, harbiy jihatdan qudratga ega bo'lmagan, shunga o'xshagan haligi qudratni kamayib borishi kuzatiladi va marginal qatlam, eng tashqaridagi qatlam yoki ular ayollar bilan erkaklar o'rtasida agar mana shu qudrat aylanasida qaraydigan bo'lsak, erkaklar o'rtada turadi. Boylar bilan kambag'allarni qaraydigan bo'lsak, boylar o'rtada turadi, kambag'allar marginal tomonga qarab ketadi. Eng kambag'al insonlar eng marginal insonlar hisoblanadi. Yoki bo'lmasam harbiy kuchlarga qaraydigan bo'lsak, eng harbiylarni yuqori tepasidagi mana generallari deylik, eng o'rtada turadigan bo'lsa, eng pastda turadiganlar kimlar? O'sha armiyada askar bo'lib xizmat qiladiganlar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Demak, mana shu qudrat aylanasini eng o'rtasida turadigan insonlar texnologiyadan ko'proq foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ular imtiyozli insonlar deb aytiladi. Ularda hamma imkoniyatlar bor. Yetarlicha imkoniyatlar bor. Marginal tomonlarga yurgan sari imtiyozsiz guruhlar paydo bo'lib boshlaydi. Ularda mana shu texnologiyalarga imkoniyat, texnologiyani sotib olish, uni tushunish, unga kirish, u orqali pul topish yoki shunga o'xshagan imkoniyatlar kamayib boradi. Shu bilan birga texnologiya bozor, mehnat bozorlarida o'zgarishlarni qat'iyan kuchaytirib yubordi desak ham bo'ladi. Nima uchun? Mehnat bozorlaridagi o'zgarishlarga texnologiya qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Mana bugungi kunda bir vaqtlar insonda dehqonchilik qilgan, shunga o'xshagan har xil ishlarni qilishgan, to'g'rimi? Qanchalik texnologiya kuchaygani sari texnologiyani yaratuvchi insonlar, ya'ni yaratuvchanlik imkoniyatiga ega bo'lgan qatlam, demak, undan foydalanish yoki bo'lmasam uni imkoniyatlaridan ko'proq foydalangan. Va mana shu texnologiyani tushunmaydigan, marginallashgan qatlam eng og'ir ishlarni qilishga majbur bo'lgan. Shu bilan birga mehnat bozorlaridagi juda ko'p ishlarni avtomatlashtirish, haligi raqamli o'zgarishlar sababli juda ko'p ishlarni yo'qotib qo'yishni boshladik. Mana oldin banklarimizda xizmat qiladigan teller deyiladi, naqada inglizchada har bitta insonga, kelgan insonga bitta bankda ishlaydigan mutaxassis yordamlashgan oldin. Bugungi kunda agar biz bankka boradigan bo'lsak, mana Kanadada ular ham yo'q emas, bitta ikkita turgan bo'ladi, lekin asosiysi o'sha haligi bank mashinalari qo'yib qo'yilgan. Ular hammani xohlagan ishingizni qilib beradi. Ular qilolmaydigan ish juda kam. Agar men chekimni kiritmoqchi bo'lsam yoki bo'lmasam balansimni ko'rmoqchi bo'lsam, pul transfer qilmoqchi bo'lsam yoki biror bir bank bilan aloqador ishni qilmoqchi bo'lsam, uyimda turib kompyuterimdan qilish imkoniyatiga egaman bugun.
Demak, mana shu joyda ishlaydigan o'nlab, yuzlab har bitta bankni ko'z oldingizga keltirsangiz, balki minglab, millionlab ishchilar qisqarib ketdi. Va bu holat boshqa joylarda ham kuzatilyapti. Mana bugungi kunda ishxonalarda haligi robotlar ertalab e, haligi ishga keladigan odamlarga kofe tarqatib yuribdi. Ha, yaxshi yetib keldingmi? Ha, yaxshi dam oldingmi? Mana kofe ich deb kofe beradi. Uylarimizni changini oladigan haligi oldin haligi plisoslardan chang yutgich deymizmi? Shundan foydalanardik. Bugun robotlar ishlab chiqilgan kichkinagina. Uyimizga tashlab yuborsak, hamma yoqni changlarini tozalab chiqyapti. Ishxonalarda ishchi kuchiga bo'lgan talab kamayib, texnologiya va raqamli texnologiyadan foydalanish kuchayib ketdi va natijada juda ko'p ishsizlik, juda e, haligi oldingiga nisbatan ancha kuchaygan. Bugungi kunda ish topish juda ham qiyin deymiz. Yana ishlaydigan insonlar kimlar? Eng og'ir ishlarni qiladiganlar. Mana misol uchun hozirgacha endi juda ko'p ishlarimiz haligi robotlar olib qo'ygani yo'q. Eng qiyin ishlarni mana qurishda endi ekskavatorlar yoki traktorlar boshqalar yordamlashayotgan bo'lsa ham asosiy ishlarni qurilish ishlarini yoki bo'lmasam o'rmonchilikda boshqa og'ir ishlarda asosan insonlar ishlaydi va eng bilimli insonlar texnologiya bilan ishlayapti. U qadar universitetga bormagan yoki shu universitet hamma uchun emas degan bir gapni bir xil paytda aytamiz. Mana shu boshqa bir yo'nalishlarni tanlagan insonlarni ishlarini demak bugungi kunda texnologiya olib qo'yyapti. Bugun sun'iy intellektni kuchaygani, hali bu to'g'risida gapiramiz. Yana intellektual ishlarimizni ham olib qo'yyapti. Mana bugungi kunda biz haligi universitet professorlari juda qiynalib ketdik. Nima uchun? Chunki biz agar assignment biror bir essay beradigan bo'lsak, uni nechta haligidan o'tkazamiz. Qani o'quvchim demak sun'iy intellektdan foydalanibdimi, yo'qmi? Shuni aniqlash uchun. Bu juda ham yaxshi narsa emas. Nima uchun? Chunki miyalarimizni zanglatib yuboradi bu narsa. Biz agar bugun umuman iloji yo'q, haligi sun'iy intellektdan foydalanmasdan turib ish qilishni iloji bo'lmay qolyapti. Agar o'quvchilarimiz ularga berilgan vazifalarni sun'iy intellekt bilan qiladigan bo'lsa, bu krizis degani. Chunki agar siz jiddiy haligi kritikal fikrlash qobiliyatingizni ishlatmas ekansiz, siz uni yo'qotasiz. Qachonki siz kritikal fikrlashni doimiy ravishda qilib tursangiz, o'shandagina siz kritikal fikrlaydigan insonlar bo'lasiz. Agar siz kritikal fikrlaydigan inson bo'lsangiz, AI yoki sun'iy intellekt sizdan ishingizni olib qo'ya olmaydi. Aks holda bugun juda ko'p haligi ish sohalarida sun'iy intellekt ishlarimizni olib qo'yyapti. Nazorat va shaxsiy ijtimoiy hayotning buzilishi. Bugungi kunda shaxsiy hayot qolmayapti insonlarga. Mana shu konflikt juda katta konfliktlardan bittasi. Bugun nima ovqat yeyotganini ham odamlar Facebook, Instagramga qo'yadi, qayerda yurayotganini ham, bozorda bo'lsa ham, ko'chada bo'lsa ham, nima bo'lsa ham hammasi Facebookda. Ya'ni biz o'zimizni shaxsiy ijtimoiy hayotimizni hammasini haligi ijtimoiy media orqali odamlar bilan bo'lishyapmiz bugun. Bu degani bizda maxfiylik imkoniyati qolmadi. Aytishinglar mumkin, xo'sh buni nimasi yomon deyish mumkin, to'g'rimi? Agar men hozir imkoniyat bo'lganda sizlardan so'ragan bo'lar, xo'sh buni nimasi yomon? Nima kerak bizga u shaxsiy haligi maxfiyligimizni kimga keragi bor deb so'ragan bo'lardim. Bu savolga birozdan keyin javob beraman. Shoshana Zubovda kitobi to'g'risida gaplashganda bu savollaringizga javob berib ketaman. Yana bir judayam xavfli tomoni, bugun ijtimoiy mediada biz hayotimizni bittagina yorqin momentini olib ijtimoiy mediaga qo'yyapmiz. Mana misol uchun kimnidir tug'ilgan kuni bo'ldida, tug'ilgan kunida demak kimdandir guldasta oldi yoki sovg'a oldi. Aynan shu daqiqani suratga olib
e, ijtimoiy mediaga qo'yyapmiz. Yoki yilida bir marta bir aylanib bir joyga sayohatga chiqdi. O'sha sayohatdagi har xil lavhalarni olib, shunaqa bir juda bir chiroyli bir xil joylarda hatto editing, ya'ni o'zgartirishlar bilan ijtimoiy mediaga chiqarib yuboryapmiz. Buni natijasida jamiyatda juda ko'pchilik insonlar o'zini baxtsiz sezishi kuchayib ketdi. Nima uchun? Nima uchun boshqalar mashina minyapti, man minmayapman? Nima uchun boshqalar mana bunaqa ovqatlar yeyapti, zo'r-zo'r restoranlarga borib, man o'shanaqa ovqat yemayapman, uyda haligi karam sho'rva pishirib yeb o'tiribman deyish mumkin. Yoki bo'lmasam, nima uchun mana bu odamlar qana shundoq Instagramni ochsam, zo'r kiyingan, zo'r soatlar taqqan yoki haligi nima deydi hali, taqinchoqlar taqqan, zo'r telefonlar ishlatgan hammani ko'raman, man ularni darajasida emasman degan bir savol paydo bo'ladi va natijada ichki depressiya holati boshlanishi juda ko'p ilmiy maqolalarda demak yozilyapti. Aynan mana shu iqtisod haligi ijtimoiy mediani o'zi jamiyatimizda juda ko'p konfliktlarni keltirib chiqaradi. Avvalo bu insonni o'zi bilan o'zini konflikti degan bo'lardim. Chunki siz ma'lum bir daqiqani suratga olib ijtimoiy mediaga qo'yganingizda bu sizni hayotingiz emas. Bu o'sha hayotdagi bir lahza va aynan mana shu bir lahza bir lahzalarni topib qo'yish mani hayotim mana asli hayotingizda qanaqaligidan boshqa bir ko'rinish yaratib beryapsiz. Bu juda katta muammo deb o'ylayman bugungi jamiyatimizda. Juda katta muammo deb o'ylayman. Axborot manipulyatsiyasi va deinformatsiya, dezinformatsiya. Bu nima degani? Bugun axborotni manipulyatsiya qilish mumkinmi degan savolga sizlar yo'q deb javob berishinglar mumkin. Chunki mana agar qaysilardadir Instagram, Facebook, yana bir balolar bor, shularga agar imkoniyat bo'lsa, xohlagan axborotni olib boshqalar bilan bo'lashish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin, to'g'rimi? Lekin bu yerda boshqa bir masala ketyapti. Qanaqa masala ketyapti? Asosan biz kimlarni eshitamiz? Mana misol uchun biror bir davlatni rahbarlarini juda ko'p insonlar kuzatadi. Ya'ni siz bilan manikidan million marta ko'p inson Donald Trampni kuzatishi mumkin agar tilini biladigan bo'lsa. Demak, Donald Trampda boshqalarga ta'sir o'tkazish kuchi boshqalarnikidan ko'ra million marta ko'proq. Agar siz 30 ta yoki 40 ta yoki 100 ta insonga yoki 1000 ta insonga o'rtasida agar biror bir informatsiyani bo'lashadigan bo'lsangiz, unda informatsiyani ishlab chiqaradigan imkoniyatlar juda kuchli. Mana misol uchun men xohlayman sotsiologiya sohasidagi juda ko'p haligi leksiyalarimni tarqatishni xohlayman, chunki boshqa talabalarim va boshqalar shundan manfaat ko'rishini xohlayman. Lekin shu ko'pincha menda vaqt yoki resurslar yetmaydi. Vaqtim yetmaganligi tufayli mana shu demak maqolani leksiyalarni videoga yozib ololmayman yoki yozib olganda qolib ketadi. Shunga o'xshagan bir holatlar bo'ladi. Lekin davlat prezidentida uni bir nechta odamlari bor, shundoq olib borib chiqarib yuboradigan. Chiroyli qilib sarlavhalari bilan, kerak bo'lsa muzikalari bilan, boshqalari bilan hamma tayyor turibdi unda. Yana uni kuzatadigan millionlab odamlar bor. Demak, ularga jamiyatga ta'sir qilish qudrati siz va menikidan bir necha milliard barobar ko'p bo'lishi mumkin. Bu degani ular tarqatayotgan informatsiya ko'proq odamlarning ichida juda tez tarqalib ketadi. Va juda ko'p mana nashriyotlar yoki bo'lmasam gazetalar, jurnallar aynan mana shu insonlarga e'tibor berganligi sababli ular tarqatayotgan informatsiyani yana qayta haligi tarqatadi. Natijada axborot manipulyatsiyasi paydo bo'ladi. Ya'ni ular gapirayotgan gaplarni eshitavergandan keyin odamlar ishonishni boshlaydi. Mana shu Trampni saylovlaridan, oxirgi saylovlardan oldin
juda katta, agar biz sotsiologik tomondan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, juda katta ta'sir boshlandi. Nima bo'ldi? Avvalambor odamlarda qanaqa qo'rquvlar, jamiyatdagi insonlarda qanaqa qo'rquvlar borligi o'rganildi. Qanaqa qo'rquvlar bor? Odamlar birinchidan ishini yo'qotishdan qo'rqadi. Bizni zamonimizda mana ishsizlik ko'payganligi sababli ishini yo'qotishdan qo'rqadi. Ekonomik krizisdan qo'rqadi. Farzandlarini har xil haligi narkotikga berilib ketishidan qo'rqadi. Bir qizlariga tajovuz bo'lishidan qo'rqadi. Mana shu qo'rquvlar o'rganilib turib, shu qo'rquvlarni yana ham kuchaytirish mexanizmi ishlab chiqilgan. Ya'ni haqiqatdan ham hattoki ba'zi bir joylarda Donald Trump haligi mushuklarni, kuchuklarni immigrantlar yeyotgan ekan degan gaplargacha gapirdi. Bu nima uchun? Mana shu odamlarni jamiyatdagi qo'rquvni kuchaytirish orqali odamlarni manipulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qo'rquv hamma jamiyatlarda kontrol yoki bo'lmasam manipulyatsiya faktori deb qaralgan. Odamlarni qo'rqitsak, agar biz odamlarni qo'rqitsak, ularni kontrol qilish oson bo'ladi. Demak, mana shu informatsiya yig'ilgandan keyin informatsiya kuchaytirildi va bu yoqda keyin bir qahramon chiqib aytadiki, agar meni prezident qilib saylasanglar, men birinchi navbatda Amerikani birinchi o'ringa qo'yaman, hamma emigrantlarni chiqarib yuboraman, ekonomikani stabillashtiraman, mana shu demak ishlarimizni olib qo'yayotgan ishlarimiz mana boshqa davlatlarga chiqib ketyapti, hammasini qaytaraman. Demak, jamiyatni o'zida mavjud bo'lgan qo'rquvlarni o'rganib chiqish natijasida siyosiy tarafdan odamlarni boshqarish yo'llari ishlab chiqildi. Bu juda katta muammo. Buni aynan tushunib yetish uchun buni ustida fikrlash va o'rganish kerak bo'ladi. Juda ko'pchilik o'ylab ham ko'rmaydigan darajada juda ham xavfli bir haligi imkoniyatlar yaratib beryapti qudratli insonlarga. Texnologik determinizm va ijtimoiy jarayonlar. Determinizm deganda nimani tushunamiz? Mana biologik determinizm deganda biologik holatlarni hamma boshqa holatlardan ustun qo'ygan holatda jamiyatni yoki bo'lmasam tabiatni tushuntirib berish bo'lgan. Buni darvinizm bilan bog'laymiz. Darvinizm aytganidiki, mana hamma narsa shu bir hujayrali o'simliklar yoki hayvonlarni suvda paydo bo'lishidan boshlanib, bugungi kunda evolyutsiya natijasida biz shunchalik katta populyatsiyalarga ega bo'lgan hayvonlar, o'simliklar, odamzod ana shularga ega bo'ldik deydi. Hammasini o'sha biologik determinizm bilan tushuntirib beradi. Shu jarayon nima uchun yana qaytarib bo'lmayapti desak, aytadiki, chunki evolyutsiya deydi qaytarilmas jarayon deydi. Biologiyani o'rgangansizlar. Demak, evolyutsiya qaytarilmas jarayon deydi. Endi texnologik determinizm deganda nimani tushunamiz? Texnologik determinizm nazariyasiga ko'ra, texnologiya jamiyatni shakllantiruvchi asosiy kuch sifatida qaraladi. Ya'ni biz oldinroq ma'ruzamizni boshlanishida aytdikki, jamiyatda bo'ladigan o'zgarishlar insonlar yaratgan texnologiyalar bilan qattiq bog'langan dedik. O'sha ishchi qurollarini ishlab chiqarilishi yoki bo'lmasam haligi yerda ishlaydigan qurollarni ishlab chiqarilishi agrikulturani haligi rivojlanishiga sabab bo'ldi. Boshqa zavod, fabrika yoki mashinalarni ishlab chiqarilishi zavod, fabrikalarni qurishga va sanoatlanishi boshlanib ketishiga sabab bo'ldi. Undan keyin haligi transportni yo'lga qo'yilishi globallashuvni keltirib chiqarishiga sabab bo'ldi. Va bugungi kundagi o'zgarishlar ham aynan mana shu texnologiya sabab sodir bo'layapti degan bir qarash texnologik determinizm deyiladi. Endi va ijtimoiy o'zgarishning markaziy sababchisi hisoblanadi deyapmiz. Mana bu Smith va Marksda 1994-yildagi yozuvidan olinyapti determinizmni haligisi ta'rifi. Demak, jamiyatda bo'ladigan o'zgarishlar texnologiyani kelib chiqishi bilan qattiq bog'liq. Endi texnologiyani ijtimoiy notenglikka ta'siri to'g'risida ham bir oz gaplashib o'tsak, raqamli gender tavofuti degan bir
konsept ancha keng haligi fikr yuritilayotgan bir konseptlardan biriga aylanib boryapti bugun. Nima uchun? Nima uchun texnologiya gender tavofutiga ta'sir ko'rsatadi degan bir savol paydo bo'ladi. Biz endi mana texnologiya davriga kelib qayta haligi gender tengsizligi o'rtasidagi e, o'sha gender tengsizligini kamaytiradigan bir holatga kelmayapmizmi? Nima uchun bizni texnologiyamiz yoki raqamli texnologiyamiz bugungi kunda gender tavofini kuchaytirib yuborishi kerak degan bir savol paydo bo'ladi. Agar mana e'tibor bersak, Birlashgan Millatlar Tashkilotini Women in the Digital Economy, raqamli ekonomikada ayollar mavzusidagi haligisida chiqargan demak nashrida 2023-yilda chiqdi. O'shaning hisobotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ayollar erkaklarga qaraganda internetdan 17 marta kamroq foydalanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bu tavofut 40% gacha yetadi deb aytilibdi. Demak, rivojlangan davlatlarda 17%, rivojlanayotgan davlatlarda 40% farq bor. Xo'sh, nima qilibdi? Erkaklar ko'proq texnologiyadan foydalanayotgan bo'lsa, buni nimasi yomon deb aytishinglar mumkin. Buni sabablari, avvalambor sabablariga bir ko'rib chiqaylik. Sabablari texnika rivojlangan sohalarda yoki texnika bilan ishlaydigan sohalarda ayollarning ishtirokini kamligi. Ya'ni IT'lar bo'lishi mumkin yoki programma yaratuvchilar bo'lishi mumkin, katta texnologiya bilan ishlaydiganlar, samolyotsozlik bo'lishi mumkin yoki avtomobilsozlik bo'lishi mumkin yoki televizor, radio ishlab chiqaradigan korxonalar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa korxonalarda ayollarga nisbatan erkaklarni ko'p ishlashligi sababli demak gender tavofuti paydo bo'lyapti. Ikkinchi sabab ayollar uchun raqamli ta'lim va kasb-hunar imkoniyatlarini yetishmasligi. Aynan juda ko'p madaniyatlarda ayollar va erkaklar o'qiydigan fanlar alohida hisoblanadi. Juda ko'p yaqingacha, hatto g'arbda ham shunaqa edi. Asosan mana business management deymiz yoki bo'lmasam injenerlik, muhandislik deymiz yoki bo'lmasam kompyuter muhandisligi deymiz. Boshqa shunga o'xshagan sohalar juda bir kuchli haligi erkaklar ko'proq bo'lgan fakultetlar hisoblanar edi. Men aynan yili esimda yo'q. Mana shu 1960-yilda Kanadaning Kubek shahrida injenerlik fakultetida birinchi bo'lib 19 ta ayol o'qigan. Mana shu 19 ta ayol o'qigan paytda sinf xonasiga kirib, mana shu 19 ta ayolni otib tashlashgan. Bu Kanadani tarixida juda bir qonli bir haligi dog' bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki erkaklarni sohasi bo'lgan injenerlikka ayollarni kirib kelishi mana shu jamiyatga yoki ba'zi bir guruhlarga to'g'ri kelmagan. Ya'ni qanaqadir agar jamiyatda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unga qarama-qarshi kuchlar paydo bo'ladi. Toki o'sha o'zgarishlar jamiyatga singanicha. Mana biz oldingi agar siz birinchi yilliklarini olgan bo'lsangiz, sotsiologiya kurslarini olgan bo'lsangiz, jamiyatda o'zgarish qanaqa sodir bo'ladi desa, jamiyatni o'z normalari bor, me'yorlari bor. Mana shu me'yorlardan uzoqlashish natijasida biz jamiyatda o'zgarishlar olib kiramiz. Birinchi marta mana shu injenerlik sohasida ayollarni o'qishi bu jamiyatdagi me'yordan uzoqlashish edi. Va natijada mana shunaqa holatga olib kelgan. Mana shu O'zbekistonda 1927-37-yillarda aynan ayollarni Sovet ittifoqi qurilgandan keyin ayollardan o'sha haligi paranji tashlash yoki bo'lmasam ayollarni ishga safarbar qilish, ayniqsa mana shu urush yillaridan keyin 40-yillardan keyin ayollarni ishga safarbar qilish boshlagan paytda fundamentalist haligi diniy vakillar tomonidan juda ko'p ayollar o'zlarini otalari, o'zlarini erlari tomonidan juda ko'p ayollarni hayotiga
demak haligi qilingan. Nima deydi hali? Ayollarga zo'ravonlik qilingan, ya'ni o'ldirilgan, urilgan, shunga o'xshagan zo'ravonliklar jamiyatda bo'lgan. Ya'ni demoqchi bo'layotganim, faqat haligi dunyoni bir tomonida emas, hamma jamiyatlarda o'zgarishlar mana shunaqa og'riqli yo'llar bilan kirib kelganligini kuzatamiz. Texnologiyadan foydalanishga doir madaniy, iqtisodiy va huquqiy to'siqlar. Juda ko'p haligi men bugun ba'zi bir maqolalarni o'qidim, ilmiy maqolalarni o'qidim. Aynan mana yonimizda bo'lgan Hindistonda ayollarga jamoat joylarida telefon ishlatish odobsizlik degan joylari bor ekan. Ya'ni jamoat joylarida ayollarni telefon ishlashi odobsizlik deb qaralgan. Mana bugungi kunda ba'zi bir O'zbekistonda videoroliklar ishlab chiqarilyapti. Mana shu videoroliklarda haligi ayollarni telefonda bo'lishini, tanqid qilishni juda ko'p kuzatyapman. Nima uchun? Chunki ularni o'sha oilaga bo'lgan nima deydi hali, bog'liqligini kamaytirishi yoki bo'lmasam ovqat pishirish o'rniga telefonda o'tirishi yoki boshqa muammolar ko'tarilyapti. Ya'ni ayol kishi shunaqa qilmagani ma'qul. Ayol kishi telefonda bo'lmagani ma'qul. Ayol kishi haligi kompyuterda bo'lmagani ma'qul degan bir masalalar ko'tarilyapti. Endi qaysidir joyida men bunga qarshi emasman bu fikrlarga. Ya'ni agar biz vaqtimizni, juda ko'p vaqtimizni telefonda o'tkazib, behuda narsalarga o'tkazib yuborayotgan bo'lsak, bu yaxshi narsa emas. Bu O'zbekistonda bo'lsa ham yaxshi narsa emas, Kanadada bo'lsa ham yaxshi narsa emas, Yevropada bo'lsa ham yaxshi narsa emas. Men aynan telefonimni tashab ketishga harakat qilaman ba'zi bir joylarda, чтобы menga haligi distraction, ya'ni ishlarimga xalaqit bermasin degan ma'noda. Agar haqiqatdan telefonlar yoki kompyuterlar ishlarimizga xalaqit berayotgan bo'lsa, undan uzoqlashish yomon narsa demoqchi emasman. Lekin madaniy va mana shu diniy, iqtisodiy, huquqiy ba'zi bir qoidalar ayollarni demak raqamli texnologiyani ishlatmasligini afzal ko'rishini demak dunyo tajribasida kuzatyapmiz. Va buni natijasida aynan texnologiya sababli erishsa bo'ladigan ba'zi bir narsalarda ayollar orqaga qolayotganini kuzatamiz. Kiberzo'ravonlik va onlayn xavfsizlikning ayollarga tahdidi. Bugungi kunda faqatgina jamiyatni o'zida emas, hatto ayollarga kiber zo'ravonlik bo'layotganini ham kuzatamiz. Meni yaxshi eshityapsizlarmi? Mana misol uchun ba'zi bir hollarda ayol qizlarimizni rasmlarini yoki videolarini o'zgartirish orqali agar kimdir birovga bir yoqmagan joyi bo'lib qolsa, ularga o'sha obro'sizlantirish hujumlari bo'lishini ko'p kuzatamiz. Ayol qizlarimizni rasmlarini har xil holatga keltirib tarqatib yuborishlar, bu o'sha kiber zo'ravonlikni ba'zi bir ko'rinishlari hisob. Ayollarimizni, qizlarimizni shaxsiy ma'lumotlarini olish va ularga tahdid qilish hollarini kuzatish mumkin. Bularning hammasi ijtimoiy media orqali yoki bo'lmasam raqamli texnologiya orqali ayollarga bo'lgan zo'ravonlikni yangi bir formalarini vujudga kelayotganligidan dalolat beradi. Agar mana misol uchun erkaklar va ayollar mavzusini olib qaraydigan bo'lsak, erkaklarni ham obro'sizlantirish masalasi juda ham nozik masala. Lekin ayollarni aynan qanaqadir bir ko'rinishlarda yoki bo'lmasa ma'lum bir holatlarda ular to'g'risidagi har xil fikrlarni aytib, haligi kiberzo'ravonlik qilish ularga juda katta tahdid hisoblanar ekan. Raqamli gender tavofuti faqat kirish imkoniyatlaridagi muammo emas, ijtimoiy adolat va tengsizlikka doir chuqurroq konfliktlarning ifodasidir deyapmiz. Agar biz bugungi kunda raqamli texnologiyalar orqali, kompyuter orqali yoki telefon orqali
O'zbekistonda turib boshqa bir davlatlarda ishlash imkoniyatini yaratayotgan bo'lsak, aynan ayollarda mana shunaqa imkoniyatlarni kamligi to'g'risida gap ketyapti. Mana men o'zim shaxsan bilaman, Toshkentda turib chet davlatlardagi ba'zi bir kompaniyalarda ishlayotgan, baribir trak kompaniyalaridagi dispetcher bo'lib ishlayotgan yigitlarimizni bilaman. Mana shu dispetcher bo'lib ishlayotgan yigitlar kechquruni bilan ishda qolib dispetcherlik qiladi. Ya'ni O'zbekiston bilan Kanadani o'rtasidagi soat farqi 12 soat. Ular kechqurun ishlaydi. Bu yoqda kunduzi bo'lgan paytda va kunduzi uyiga borib dam oladi. Ularning oyliklari boshqalarga nisbatan ancha yuqoriligini ko'raman. Lekin bizni madaniyatimizdan yoki bizni dinimizdan, bizni o'sha oilaviy sharoitlarimizdan kelib chiqib, ayollarimizda mana shunaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Va natijada iqtisodiy jihatdan orqaga qolayotgan ayollarga bu yordam bermaydi. Ya'ni juda ko'p ishlarni, yaxshi oylik oladigan ishlarni haligi raqamli texnologiya orqali yigitlarimizga imkoniyat yaratishi ayollarimizni demak yaxshi ishlash yoki iqtisodiy jihatdan erkin bo'lish imkoniyatlarini kamaytirib qo'yadi. Raqamli gender tafovutlarini asosiy sabablariga yetib keldik. Sabablari nima? Texnologik sohalarda ayollarning past ishtiroki, demak ular kamroq ishlayotgan bo'lsa, o'sha sohalarda demak ular birinchidan kam oylik olyapti, iqtisodiy jihatdan orqaga qolyapti. Ikkinchidan texnologiyani o'rganish imkoniyati kamayib ketyapti. Uchinchidan dunyo bilan yuzlasha olmaydi, sababi ular o'sha texnologik sohalarda ayollarning ishtiroki juda ham kam. Ko'proq dunyoga chiqayotgan, ishlarni qilayotgan yana erkaklar bo'lib qoladi. Ikkinchisi, ayollar uchun raqamli ta'lim va kasb-hunar imkoniyatlarini yetishmasligi. Ya'ni juda ko'p davlatlarda, mana misol uchun bugungi kunda diniy tomondan teokratik deb qaralgan ba'zi bir davlatlarda, Eronda yoki ba'zi Pokistonda, Afg'oniston, shunga o'xshagan davlatlarda ayollarga mana shu ta'lim sohalarida ilm hunar o'rganish imkoniyatlari umuman taqiqlab qo'yilgan. Ular haligi ta'lim sohasida ishlash mumkin, yoki bo'lmasam o'qituvchi bo'lishi mumkin, doktor bo'lishi mumkin, hamshira bo'lishi mumkin. Lekin aynan mana shu raqamli ta'lim yoki bo'lmasam texnologiya sohasida ishlash imkoniyatlari demak taqiqlab qo'yilgan. Buni sabablari iqtisodiy tengsizlik ham bo'ladi. Sababi biz ayollar dunyoni mundoq olib qaraydigan bo'lsak, kambag'al qatlami hisoblanadi. Ayniqsa yolg'iz ayollar yoki farzandli yolg'iz onalar dunyodagi eng kambag'al qatlam hisoblanadi. Va natijada agar pulingiz ko'proq bo'lsa, borib iPhone 17 sotib olasiz, uni ketidan Apple kompyuter sotib olasiz, sizda har xil imkoniyatlar paydo bo'ladi. Uni GPS'i ham ichida, uni haligi tarjimasi ham ichida, uni boshqasi ham juda ko'p applari bor, hammasi ichida. Ulardan foydalanib bankingizni qilishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Lekin mana shu imkoniyat bo'lmagan odam fiziologik, ya'ni jismoniy borib ishlarini bitirishga majbur bo'ladi. Va natijada tengsizlik ikkita gender vakillari o'rtasida yana ham kuchayib ketadi. Iqtisodiy tengsizlik, aslida biz kapital degan narsani qaraydigan bo'lsak, biz kapital deganda ko'proq boylikni, pulni yoki bo'lmasam pulga chaqiladigan narsalarni biz kapital deymiz. Lekin mana shu kapitalni boshqa bir formalari ham bor. Ya'ni haligi ijtimoiy kapital bor, madaniy kapital bor yoki simbolik kapital bor. Bularni hammasi iqtisodiy kapital bilan o'zaro bog'liq. Va mana shu o'zaro bog'liqlik bir sohada demak kapitalni kam bo'lishi boshqa sohadagi kapitallarni ham kam bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni tanilish masalasini ko'radigan bo'lsak, o'zida kompyuterlari yoki telefonlari bo'lgan shaxs yoki student yangi bir Telegram orqali, boshqa joylar orqali kanal ochishi mumkin, o'zini videolarini chiqarishi mumkin, o'zini qanaqadir bir fikrlarini
bo'lashishi mumkin va natijada bloger deb tanilishi mumkin. Agar u ilmli inson bo'lsa, texnologiyadan foydalanishni bilsa, juda tez orada bloger deb taniladi va blogerlarni bugungi jamiyatimizda o'rni bor. Nima uchun? Chunki ular odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi, agar ko'pchilik ularni tomosha qiladigan bo'lsa. Mana O'zbekistonda bir ayol texnologiyasi yaxshiroq ekan shekilli, bunaqa nima kerak deganda hamma yoqda butun Kanada ham ko'chib ketay dedi. Hamma eshitdi. Hazillashyapman. Demak, mana shunaqa imkoniyatlarni bo'lishi, demak, blogerlarni keltirib chiqaradi va tanilish imkoniyatlarini yaratar ekan. Institutsional sabablar deganda biz nimani tushunamiz? Ijtimoiy institutlar to'g'risida gap ketyapti. Ijtimoiy institutlar nima? Ijtimoiy institutlar insonlarni tartibli harakatlari. Insonlarni tartibli harakatlari deganda nimani tushunamiz? Agar biz ukamizni yoki singlimizni yoki farzandimizni maktabga boradigan bo'lsak, ular 6 ga kirganda maktabga beramiz. Ular maktabga borganda o'qituvchi kutib oladi. Ularni sinfxonasiga olib kiradi. Ularga alfabetni o'rgatadi, raqamlarni o'rgatadi. Undan keyin 2-sinfga o'tadi. 2-sinfda yana o'sha o'qituvchi yozishni, o'qishni davom ettiradi. Shunaqa qilib 8-sinfgacha boradi. Bular hammasi insonlarni tartibli harakati hisoblanadi. Demak, ta'lim ijtimoiy institut va mana shu ta'lim sohasida har bir narsani detallarigacha haligi tartibga solinganligi, demak, mana shu ijtimoiy institut insonlarni tartibli harakatiga misol ekanligini ko'ramiz. Yoki bo'lmasam qonun sistemasini qaraydigan bo'lsak, yoki bo'lmasam siyosat sistemasini qaraydigan bo'lsak, yoki bo'lmasam sog'liqni saqlash sistemasini qaraydigan bo'lsak, bular hammasi ijtimoiy institutlar. Ularda insonlarni tartibli harakatini kuzatamiz. Demak, raqamli gender tavofutini asosiy sabablari institutsional sabablar deymiz. Institutlarda ham hattoki raqamli texnologiyalar bor joyda ayollarimizni kamligi. Aynan mana shu sohalarda emas, ko'proq ular bog'cha opasi yoki maktabda o'qituvchi yoki hamshira shunga o'xshagan ishlarda ishlayotganligi va institutsional mana shu tavofutni borligi, tengsizlikni borligi ularni bu joydagi tengsizligini yana ham kengayib ketishiga sabab bo'lar ekan. Madaniy faktorlar. Men oldinroq aytib o'tdim, Hindiston to'g'risida bir maqola o'qidim. U maqolada yozibdiki, haligi hind ayollarini ba'zi bir to'planishlarda, odamlar to'planadigan joylarda yoki oilaviy bir masalalarda telefon ishlatishlari odobsizlik deb hisoblanar ekan. Odobsizlik deb qaralar ekan. Endi bizda O'zbekistonda bunaqa deb o'ylamayman, lekin baribir haligi telefondan foydalanmaydigan ayollarni ulug'lash voqealarini kuzataman. Demak, bu bizning madaniy faktorimiz hisoblanadi. Yoki bo'lmasam telefon ishlatayotgan ayollar ajralib ketyapti degan bir argumentlarni qo'yishyapti yoki bo'lmasa shunga o'xshagan juda ko'p argumentlarimiz bor. Demak, bu bizning madaniy faktorlarimizni raqamli gender tavofutiga ta'siri deb qarash mumkin. Diniy stereotiplar yoki bo'lmasam dinda mana ko'pchilik joyda biz o'zimizni islom diniga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ayollarni o'ranishi yoki bo'lmasam ular shu sabablarga ko'ra ularni ijtimoiy mediada bo'lish imkoniyatlarini kamaytirib yuborgan holatlarni ko'ramiz. Ba'zi bir joylarda odamlar niqob kiyib yuradi. Demak, ular hech ham o'zini rasmini yoki profilini bunaqa joylarda ko'rinmaydi. Bugungi kunda ijtimoiy hayotda, mediada bo'lmagan insonlarni ijtimoiy hayotda ham yo'q insonlar deb qaraydiganlar ham yo'q emas aslida. Lekin mana shu jihatdan diniy qarashlar o'z ta'sirini mana shu ayollarga, erkaklarga nisbatan ayollarga ko'proq o'tkazishini kuzatamiz. Bugungi kunda demak, texnologiyadan foydalanishda sinfiy tengsizlik. Mana endi gender tengsizligidan keyin sinfiy tengsizlikka qarab kelyapmiz. Aslida bu to'g'rida ozgina gapirdim sizlarga. Haligi qudrat markazida turgan odamlar bilan marginallashgan insonlar to'g'risida gapirganda,
texnologiyani ularga ta'sirini bir oz aytib o'tdim. Bugungi kunda texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalariga kirib kelgan bo'lsa-da, ularning mavjudligi va ulardan foydalanish imkoniyatlari jamiyatdagi ijtimoiy sinflar o'rtasida katta farq va tengsizliklarni vujudga keltirmoqda deyapmiz. Yaqinda man man Buxoro viloyatida tug'ilganman. Bir jiyanimizni farzandi anchagina bir qiynalgan bir oilani farzandi haligi meditsina universitetiga, institutiga o'qishga kiribdi. Shuni bir tabriklab qo'yaman deb telefon qilsam, hech mana shu jiyanimizni haligi gaplashish imkoniyati bo'lmayapti. Keyin qaysidir yo'llar bilan bog'langanimda telefonimni qizimga berib qo'ydim. Endi telefon bo'lmaganligi uchun hech kim bilan gaplasha olmayapman, deyapti. Bu oddiygina bir holat. Ya'ni mana shu telefon imkoniyati bo'lmaganligi sababli u mana shu bugungi globallashgan davrda o'zini yaqinlaridan uzilib qolgan. Bugungi davrda juda ko'plarimiz borib ko'rmaymiz, ota-onamizni borib ko'rmaymiz, telefon qilamiz, ularni video orqali ko'ramiz, to'g'rimi? Video orqali ko'ramiz, aka-opalarimizni yoki do'stlarimizni ham juda ko'p paytda o'sha videolar orqali ko'rib, ha, yaxshimisan, gaplashib, men yaxshiman deb haligi qilamiz. Aynan mana shu imkoniyatni yetmasligi insonlarni demak o'z yaqinlaridan uzib qo'yishi mumkin. Shu bilan birga bu bittagina kichkinagina bir narsasi. Shu bilan birga ularda o'sha telefonda bor imkoniyatlardan foydalanish haligisi kamayib ketadi. Ya'ni ular bo'layotgan yangiliklarni bilmasligi mumkin. Men misol uchun telefonimdan har doim kitoblarni Audible degan programma bor, app bor. Shu orqali juda ko'p kitob eshitaman. Haftada bitta kitob eshitaman. Agar uni o'tirib o'qiyman desam, menda vaqt yetmaydi. Lekin mana shu boshqa bir ishlarni, jismoniy ishlarni qilayotgan paytimda mana shu kitoblarni eshitish imkoniyatiga egaman. Mana shunaqa imkoniyatlardan mahrum bo'lish mumkin yoki bo'lmasam biz bir haligi fitness qilishimiz mumkin, shunga o'xshagan bir o'zimizga kerakli nimadir kerak bo'lsa, shuni biz darrov internetdan topib olamiz. Hattoki o'sha pishir kuydirishimizgacha, hattoki uyda biror narsani qanaqa qilib tuzatishni bilmasak ham, qanaqa qilib yasashni bilmasak ham, hammasini internetdan topamiz. To'g'rimi? Aynan mana shu informatsiya markazidan yoki informatsiya bo'lagidan insonlar uzilib qolishini demak kuzatamiz. Texnologiya bo'lmagan joyda anchagina ishlarimiz qiyinlashadi. Texnologiya bo'lmagan joyda biz texnologiya ishimizni yengillashtirgan ishlarni texnologiyasiz qilishga majbur bo'lamiz. Bugungi kunda texnologiyasi bor insonlarga yo'q insonlarga nisbatan ancha yengil. Demakki, texnologiya jamiyatdagi tengsizlikni kuchaytirar ekan. Mana bugungi kunda domlarimizga yoki bo'lmasa shaharlarda qaraydigan bo'lsak, kir yuvadigan mashinalar bor, quritadigan mashinalar bor. Mana uylarimizda idish-tovoq yuvadigan mashinalar bor, muzlatgichlar bor, duxovkalar bor, mikrovolnovkalar bor. Oddiy bir narsalarda endi bu. Shunga o'xshagan bir qancha texnologiyalar borki, biz juda ko'p ishni qo'limiz bilan qilishga majbur emasmiz va natijada mana shu ortgan vaqtimizni ko'proq o'zimizni ustimizda ishlashda yoki bo'lmasam o'zimizni yuksaltirishga sarflaymiz. Agar bizda mana shu imkoniyatlar bo'lmaganida biz o'zimizni ustimizda ishlash imkoniyatidan mahrum bo'lgan bo'lardik. Demak, bu ham ko'rsatib turibdiki, iqtisodiy jihatdan ta'minlanmagan insonlar bilan iqtisodiy jihatdan ta'minlangan insonlar o'rtasida texnologiya demak tengsizlikni kuchaytirib yuborar ekan. Oldingidan ham kuchaytirib yuborar ekan. Uchta masala. Demak, texnologiyadan foydalanishda madaniy, iqtisodiy va huquqiy to'siqlarni har bittasiga haligi tezgina to'xtalib o'tamiz. Madaniy to'siqlar ko'pincha genderga oid stereotiplar, an'anaviy oilaviy vazifalar va qizlarning texnologiyaga bo'lgan qiziqishini pasaytiradigan ijtimoiy qarashlar bilan bog'liq. Mana bugungi kunda hozir aytib o'tdim, juda video roliklarni juda ko'raman, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan video roliklar
O'zbekistondagi ijtimoiy muhit to'g'risida yoki nimalar ilgariga surilayotgani to'g'risida menga ma'lumot beradi. Va erinmasdan mana shu videoroliklarni ko'raman. Juda ko'p videoroliklarda telefondan foydalanadigan qizlarga nisbatan haligi stereotiplarni ko'rish mumkin. Hamma negativ narsalarni haligi ko'rsatib berishyapti. Va mana shuni natijasida demak madaniy to'siqlarni shunda ko'rish mumkin demoqchiman. Iqtisodiy to'siqlar esa texnologiyada kirish uchun zarur bo'lgan qurilmalar, internet ulanishi va xizmatlarga bo'lgan narxlarni o'z ichiga oladi. Mana bugun agar hozir mani British Columbia universitetida ertaga ertalab darsim bor. Soat 8 da darsim bor. Har bitta o'quvchi o'zini kompyuteridan kiradi. Va mana shu o'zini kompyuteridan kirganda dars o'tayotgan paytimda savol beraman. Demak, texnologiya to'g'risida mana shu qanaqa ta'sirlari bor deb o'ylaysizlar bugun deganda, haligi chatda har bittasi yozishni boshlaydi. Men tez-tez o'qib, ularga javob berib, ya'ni ular ishtirok etadi yoki bo'lmasam qo'l ko'tarib gapiradi. Ya'ni sinf xonalaridagi, auditoriyadagi yuzma-yuz haligi leksiya bilan ular bilan o'sha Zoom orqali leksiyalarimizni o'rtasidagi farq juda ham kam. Endi British Columbia universiteti juda ham kuchli universitetlardan bittasi. Biror bir mana 70 dan ortiq mana shu darslarimda hammasi shu yerda bo'ladi. Agar bitta yarimtasi kelmay qolmasa, agar qarayman 70 bitta bo'lib qolishi mumkin bir xil paytda, lekin hamma o'sha joyda. Ya'ni har bitta darsda o'zini hayoti bilan kurashayotgan talabani ko'raman. Bu qayerdan kelib chiqadi? Bu ham hattoki o'sha endi o'rtada aytib ketayotganligimning sababi bu ham o'sha jamiyatda yaratilgan fikrlardan kelib chiqadi. Demak, kuchli o'qisa, kuchli ilmga ega bo'lsa, o'zidan nimadir yaratish imkoniyati bor degan fikrda juda ko'p singdirilganligi tufayli shunaqa bo'ladi. Lekin boshqa universitetlarda vaziyat boshqacharoq bo'lishi mumkin, hatto Kanadaning o'zida ham. Demak, mana shu iqtisodiy to'siqlar. Agar aytmoqchi bo'lganim, mana bugun hammalaringiz bitta televizordan meni ko'rib turibsizlar, bir tomonlama bo'lib qolyapti leksiyalarimiz. Ya'ni sizlarning fikrlaringizni eshitishga yoki savol berishga yoki kommentlaringizni eshitish imkoniyati yo'q menda. Agar bo'lganda munosabat yoki darslarimiz yana ham aktiv o'rganish bo'lishi mumkin edi. Shu bilan birga internetga ulanish imkoniyatlari bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam har xil mana shu internet xizmatlarida narx-navolarini yuqori bo'lganligi tufayli ko'pchilik insonlarda shunaqa internetga bog'lanish imkoniyatlari bo'lmasligi mumkin va natijada tengsizlik va konfliktlar kelib chiqadi. Huquqiy to'siqlar esa raqamli makonda teng huquqlarni kafolatlovchi qonunchilik va siyosatning yetarlicha emasligi bilan bog'liq. Endi bu katta masala, juda ham katta masala. Chunki bugungi kunda haligi undoq qarasam biz yozgan ba'zi bir narsalar olib copyright degan narsa yo'q. Shundoq olib boshqa odamning oti bilan chiqarib yuborishi mumkin. Bunaqa huquqlar hozir juda ham bir krizisda payti deb aytgan bo'lardim. Shuning uchun ham to'siqlar juda ko'p, raqamli imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatlari shu sababli ham kamayadi. Endi men darsimizni oxirrog'ida sizlar bilan mana bu kitob to'g'risida bir oz gaplashmoqchi edim. Bu Surveillance Capitalism degan, ya'ni kuzatuv kapitalizmi degan kitob, The Age of Surveillance Capitalism. Shoshana Zuboff degan Garvard universitetini professori tomonidan yozilgan. Agar biz Shoshanani Zuboffni kitoblariga qaraydigan bo'lsak, u har doim mana shu texnologiyani inson jamiyatlariga ta'sirlarini o'rganib kelgan olima hisoblanadi. Uni birinchi kitoblarida avtomatlashish to'g'risida kitobi chiqqanida, avtomatlashish va ishchilar odamlardan ishlarni olib qo'yayotgani to'g'risida juda bir yaxshi kitobini nashrdan chiqargan edi. 2019-yilda mana bu kuzatuv kapitalizmi degan kitobi nashrdan chiqdi. Bu kitob nima to'g'risida deb so'raydigan bo'lsak,
Bu kitob aytadiki, mehnat texnologiyalari, ma'lumot yig'ish va jamiyat o'rtasidagi konfliktlar. U aytadiki, ijtimoiy media va boshqa raqamli texnologiyalar orqali bugungi kapitalist qatlam biz to'g'rimizdagi hamma ma'lumotlarni yig'ib turib, mana shu data, ya'ni ma'lumotlardan kapitalni o'stirish yoki boylik yig'ish maqsadida foydalanyapti degan bir argumentni ilgari suradi. Ya'ni qanaqa bo'lyapti? U o'sha juda uzoq vaqtga kuzatishlarini, o'rganishlarini mahsuli o'laroq mana shu Silicon Valley deyiladi. Qayerda mana Microsoft yoki bo'lmasam Apple, shunga o'xshagan, Google'ga o'xshagan katta-katta korporatsiyalar demak o'z ishlarini boshladi va ular e, mana shu raqamli dunyodagi eng katta gigantlarga aylandi. Va ular buni natijasida har bittamizdan har xil ma'lumotlarni yig'ib boshladi. Mana misol uchun bu yerda siz o'ziz haligi Facebookka yoki Instagramga qo'yadigan narsalar to'g'risida gap ketmayapti. Ya'ni surplus ma'lumot deganda, agar biz o'z ma'lumotlarimizni kiritadigan bo'lsak, Facebook yoki Instagramga kiritadigan bo'lsak, yoshimiz nechida, yoki bo'lmasam qaysi shaharda yashaymiz, yoki bo'lmasam nimalarni yaxshi ko'ramiz. Bizda hozir mana haligilarda ijtimoiy mediada emojilar bor, to'g'rimi? Qo'limizni anaqa qilib qo'yishimiz mumkin, yurakcha qo'yishimiz mumkin, yana boshqa narsalar qo'yishimiz mumkin. Mana shu emojilarni o'rganish natijasida biz nimalarni yaxshi ko'ramiz, nimalarni yomon ko'ramiz, mana shu hammasi ma'lumotlar o'rganib chiqiladi va bizni yo'limizga o'sha maxsus haligi reklamalar. Mana misol uchun, agar siz Google'ni ochib o'zingizga oyoq kiyim qaraydigan bo'lsangiz, ertasiga qarabsizki, hamma joyda o'sha siz qaragan oyoq kiyimni, hali u xilini, hali bu xilini haligi ko'rsataveradi. Hatto bu isbotlanmagan bo'lsa ham, ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir suhbatlarimizdan keyin kompyuterda o'sha suhbatimizda nima to'g'risida suhbat ketgan bo'lsa, o'sha narsalarni ko'rishni boshlaymiz bugun. Ya'ni bu katta korporatsiyalar bizdan yig'ayotgan ma'lumotlaridan kelib chiqib, bizni tomonimizga, bizni yo'limizga aynan mana shu maxsuslashtirilgan reklamalarni yuborishi to'g'risida gap ketyapti. Aytishinglar mumkin, buni nimasi yomon? Men agar oyoq kiyim izlayotgan bo'lsam, demak o'sha oyoq kiyimni ular menga jo'natmasa ham, men baribir o'zim topardim-u. Shu menga uzatgani yaxshi emasmi? Qayerda borligini bilganim yaxshi emasmi? deb savol berishinglar mumkin. Shoshana Zubov aytadiki, ma'lum bir joygacha buni haligini xavfini unchalik sezmaymiz deydi. Ma'lum bir joygacha. Lekin qachonki biz insoniyatni shu ma'lumotlarni to'plab turib demokratiyaga qarshi ish qilayotganda, mana o'sha Donald Trampni saylov oldi qilgan ishlari to'g'risida sizlarga biroz gapirib ketgan edim. Aynan mana shu maqsadlarda foydalanayotgan bo'lsa, demak bu jamiyatni krizisi deydi. Bizda o'zimizda erkinligimiz, ya'ni maxfiylik erkinligi qolmadi. Bizda har bitta qadamimiz mana GPS orqali mashinamizga kiritamiz, qayoqqa borayotganimiz, qayoqda kelayotganimiz buni hamma biladi. Shu bilan birga bir voqeani gapirib beradi Shoshana Zubov. Aytadiki, bir juftlik endi birga yashayotgan bo'ladi, oila qurgan, yashayotgan bo'ladi. Birdaniga ularni shu kompyuterlarida har qanaqa chaqaloqlarga, bolaga kerak bo'ladigan narsalarni ko'rsatib boshlaydi. Ya'ni avvalambor o'sha homiladorlikni tekshirib ko'radigan bir nimalar, undan keyin homiladorlikda kiyiladigan kiyimlar yoki yosh bolaga haligi xonalari yoki boshqa juda ko'p narsalarni ko'rsatib boshlaydi. Aynan shu oila yana bu uni eriga, o'ziga emas, yana eriga borib boshlaydi. Hayron bo'lib, shuni qayoqdan menga bunaqa bo'lyapti? Mabodo homilador emasmisan deb xotinidan so'raganda, tekshirib ko'rishsa, haqiqatan ham ayol homilador bo'ladi. Demak, homilador bo'lgan ayolni o'zidan oldin uni kompyuter homilador bo'lganligini
bilgan edi. Xo'sh, aytishinglar mumkin, xo'sh qanaqa qildi, bu xuddi bir ertakka o'xshaydi-ku, deyishinglar mumkin. O'sha ayol mana shu voqeadan ozgina oldin o'zi sotib oladigan shampun, shunga o'xshagan narsalarni hidsizini tanlagan bo'ladi. Ya'ni kompyuter hidi yaxshiroq bir hiddagi shampu yoki boshqa narsani ishlatib yurgan ayollarni hidsiziga o'tishi e, homiladorlik bilan bog'liqligi to'g'risida ma'lumotga ega. Ya'ni bu millionlab ayollardan yig'ilgan ma'lumot natijasida bu ham xuddi shu holatni biri bo'lishi mumkin degan bir gipoteza paydo bo'lib turib, bularga o'sha ma'lumot yuborilgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda minglab odamlarni o'rganish orqali bizni psixologiyamizni yoki bo'lmasam hayotimizni o'rganish ishlari ketadi. Avtomatlashtirish, kuzatish kapitalizmi deganda Zubov biz qayoqqa bormaylik, bugun bizni hayotimiz o'sha kuzatilayotganligini aytadi. GPS dan foydalansak qayoqqa borayotganimiz, hamma yoqda kameralarni borligi, internet orqali hamma ma'lumotlarimizni yoki nimani izlayotganimiz, nimaga qiziqayotganimiz, hamma ma'lumotlarimiz internetdaligi va shunga o'xshagan bir holatlarni kuzatib turib, bizni davrimiz kuzatuv kapitalizmi deb demak aytadi. Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt ish o'rinlari va jamiyatdagi ziddiyatlar, bu to'g'risida biroz gaplashib o'tdik. Demak, avtomatlashtirish juda ko'p ishchi o'rinlarimizni yo'qotilishiga sabab bo'lyapti. Ba'zi bir davlatlarda, Skandinaviya davlatlarida ijtimoiy qo'riq, ya'ni welfare sistema, sotsializmga o'xshagan bir sistema bugungi kunda ishsizlik bilan haligi ishsizlikdan qiynalayotganlar uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qilyapti. Agar bizni davlatlarimizda bugun ishsiz qolayotgan qatlamni ish bilan ta'minlash yoki ularni qaysidir bir ma'noda kirim bilan ta'minlash yo'lga qo'yilmasa, borgan sari bu holat qiyinlashib boradi degan bir prognozlar mavjud. Demak, bu bugungi ma'ruzamiz edi. Ma'ruzamizda texnologiya va jamiyatdagi konfliktlar to'g'risida bir qator fikrlar yuritdik. Hozir men endi videoni o'chiraman. Sizlarda agar savollar bo'lsa, javob berishim mumkin.